Yeni davr igilik sahnasi programmamızın tayyorlarlığını Şinjan Güluz Biyopen Texnik Çelki şirketi öz üstüge algan. Şahsat Eğiz boşluğu davalaş başkuruş çelki şirketi alaydı qollagan. Echil Dastıxan tamaq yetkizüş to'ri Şinjan Dastıxan Tor Sodi çelki şirketi alaydı talep qilgan. Programmamızın kanuni maslahatchiligini Şinjan Bulaq advokatlık orni öz üstüge algan. Salam ko'rmanlar. Davlatimizning umumiy xalq igilik tiklash chaqiriqiga faol ovoz qo'shish. Shundaqla yeni davr igilik to'lqinlarida öz arzusu üçün kurash qilayotgan igilik tiklovchilarga igilik tiklash bilim savatlarini yetkizish. Yeni davrdagi savdo andizlariga yuz berayotgan raqobat va fursatlar haqida o'rtoqlashishni asosiy maqsad qilgan Guluz yeni davr igilik sahnasi programmamizning ko'rishini qarshi olamiz. Men riyosatchi Jo'shqin Juma. Yeni davr igilik sahnasi programmamizning tayyorligini Şinjan Guluz Biyopen Texnik Çelki şirketi öz üstüge algan. Şahsat Eğiz boşluğu davalash başkuruş çelki şirketi alaydı qollagan. Echil Dastıxan tamaq yetkizüş to'ri Şinjan Dastıxan Sodi çelki şirketi alaydı talep qilgan. Programmamızın kanuni maslahatchiligini Şinjan Bulaq advokatlık orni öz üstüge algan. Yani shundaqla Sarvaz sut qatiq marojinlari programmamiz bilan alaydı hamkorlashgan. Yuqorqi o'rinlarga programma nomidan alaydı rahmat aytamiz. Xo'sh, unda bo'lsa naq maydondagi yetakchilar va korxonchi do'stlarni tanishtirib o'tsam. Şinjan Marifat Karxana Başquruş Maslahatchilik Çelki şirketining quruvchisi Mahmudjon Eli apandi qarshi olamiz. Şinjan Guluz Biyopen Texnik Çelki şirketining quruvchisi Abdulat Yusuf apandi qarshi olamiz. Şinjan Şahsat Eğiz boşluğu davalash başquruş çelki şirketining quruvchisi Junxua Tish kasalliklari davalash jamiyatining a'zosi Qurbanjon Emin apandi qarshi olamiz. Echil Dastıxan tamaq buyurtish to'ri Şinjan Dastıxan Tor Sodi çelki şirketi tijorat bo'limining mas'uli Adiljon Bakir apandi qarshi olamiz. Şinjan No'ruzguli Mablag'chilik Çelki şirketining quruvchisi Abdug'ani Maqsud apandi qarshi olamiz. Abayba guruhining lideri Anvar Abay apandi qarshi olamiz. Guangzhou Uz Ruxsar Sodi Çelki şirketining quruvchisi Ruxsar Ablat xonim qarshi olamiz. Şinjan Bulaq advokatlık o'rnining kasbiy advokati Amina Tursun xonim qarshi olamiz. Şinjan YI Muhit asrash pan texnik Çelki şirketining quruvchisi Rahila Amar xonim qarshi olamiz. Qaramay Selina Pesiki yoga markazining quruvchisi Turg'unay Turg'un xonim qarshi olamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bu san programmamiz yetib kelgan igilik tiklovchi kim? Oldi bilan qisqacha tanishib chiqaylik. Ay Fatem, o'zingni yaşaqlab tunugin doğunu bak içtin. Qiyishmanlar to'la. Bana obdan bir yaba, apırıp tishingni pechatga qilib o'tayman. Azadi Muhit, ilg'or uskuna, yuqori saviya, kuchlik mutaxassislar qo'shinidan tashkillangan 28 yillik davolash tajribasiga ega Şahsat Eğiz boshlig'i sizni tish azobidan to'liq xalos qiladi. Ha, qaydaroq? Tishimning og'rig'ichi lekkidun qo'yibdi. Bicha. Yaxshi doktorxonaga boshlab kelibsizmi? Şahsat Eğiz boshlig'i. Alimjon Tursun, Abdunum rayonluq tantarbiya kasbiy sho'yanining o'g'illar 15 yoshlar guruhining terneri. Ürümçi Nasır futbol klubining quruvchisi va bosh terneri. Alimjon Tursun 2005-yili Şinjan Sifandashiyosining tantarbiya ma'rif kasbini bitirib, shu yili Abdunum rayonluq tantarbiya kasbiy sho'yaniga xizmatga tushgandan beri izchil turda o'g'illar futbol komandasini tutib, mamlakatlik har darajalik futbol musobaqalarida chempion, birinchi daraja, munavvar futbol terneri qatorliq ko'rinarli natijalarga erishgan. 2016-yili o'zining kasbi bo'lgan qizg'in muhabbatining turtkisida Ürümçi Nasır futbol klubini qurib, yosh o'smirlarning ma'naviy va jismoniy sog'lomligi uchun izchil tirishib kelyotdi. Qanday bo'lsa, alqishlarimiz bilan Alimjon Tursun apandini sahnimizga taklif etamiz. Qanday marhamat. Xush kelibsiz Alimjon. Yangi davr ilik sahnasi sizni qizg'in qarshi oldi. Rahmat. Demak, tantarbiya sohasidan kelgan ilik tilgi jo'bsizda bugun. Bizga bu tur yangi bir tur bo'ldi sahnimizga nisbatan. To'g'ri. O'zingiz kichigingizda shu futbol kasbi bilan shug'ullangandan, ha? Shunda. O'qiganingizmi shu tantarbiya kasbi? Tantarbiya kasbi. Sifandashiyning tantarbiya ma'rif kasbini bitiribsiz. Hozir shu xizmatingizmi yana shu tantarbiya idorasining tantarbiya idorasining tarmog'idagi Şinjan Tantarbiya institutining futbol terminlik vazifasida maktabda. Hozirmi shu xizmatda bo'lyapsiz? 2016-yili andin shu klubni qurib chiqdingmi mendan? Nasir, ism menga tonish.
Nasir Özüm- degan Met- akam bo'ldi. Akınız bo'ldi. Akınız bu sahada odaymi? Akam Abdumraylik futbol boshqarish markazida. Aşağıda Şinjan'a vakaltanki 17 yaşta emas, 19 yaş, 20 yaşlıqlar aş komandalarning trenerlik vazifasini qildi. Azim şu xizmatda. Azim shu xizmatda. Endi o'zingiz hozir ilqi komandada turgan ekansiz. Eng yaxshi natijangiz qaysi deb qaraysiz? O'zingiz kasbiy hayotidagi. Endi men hozircha o'zimning kasbimdagi eng yaxshi natijam shu 2016 15 yoshliqlarni men futbol maktablari Chengxangdodagi Jungodagi futbol maktablari ara o'tkazilgan Zusho deb qo'yamiz, Zushobi. Shuningda bizning maktabning komandasi 15 yoshliqlar chempionlikni qo'lga olganmiz. Bizning maktabdan uning necha yil qatnashgan? 2005-yildan tortib bosh musobaqalarda qatnashib 2-yil bo'lib qolmagandi. 3-yil, 4-yil bo'lib qolgan. Men o'zim uning oldida 2 qatim komanda olib chiqib, bir qatim 4-chi, bir qatim 5-chi bo'lib qolgan. Bizning oldimiz ustozlar mashta 3-yil bo'libdi-ki. Shu men bir qatimlikda bu chempion bo'lib qoldik. O'sib chiqdim-da. Muborak bo'lsin. Haqiqatan ham de avtonom rayonimiz shu futbol kasbida bo'libmi? Tantarbiya ommaviy asosiy kuchlik rayonlarning birisi. Bo'lib mazmun yangi davr oldida nurg'unlagan yosh o'smirlarimiz mayli davlat komandasi bo'lsin, olimpik komandasi bo'lsin, klublar komandasida o'zining yaxshi afzalligi bilan nurni tortyapti. To'g'ri. Siz mana shu sohada kasbiy tarbiya ilib ham shug'ullanib kelayotgan xonim bo'lishingizda 2016-yilda endi shu Nasir futbol klubini qurib chiqibsiz. Akangizning nomi bilan qo'llanibsiz-da, bundan bo'lsa. Navbatdagi ahvol qandayroq klubningki? Biz endi men o'zim kasb bilan shug'ullangandan keyin men atrofimda qarasam, ashta bizning tonish bilishda emas, yoki bo'lmasa sirtlarda o'ynayotgan ashta bolalar jiq bo'lgandan keyin mush bir bo'shliq bor ekan. Endi bizning maktabga kelgan bolalarning hammasi biz 14 yosh, 15 yosh vaqtida qabul qilamiz. U bolalarning badansal qaytib ketgan bo'ldi kasbga nisbatan. Bizga texnik kichik bo'lsa, badanlari yumran vaqtida bizning ham futbol harakati futbol ilib birilgan harakat bo'lgandan keyin badanning to'van qismi ham eng qo'pol o'rinda bu. Buni ya qo'l bilan qilmaymiz, futbol murakkab harakatlarni ishlagandan keyin bola qancha kichik bo'lsa, badan elastikliklari yaxshi vaqtida tiz o'g'itib olgan bo'ldi-ki. Shundan bilan men kichikroq bo'lgan bo'lsa, texmi yaxshi. Cho'ng bo'lgan bizdek trenerlarning oldiga kas qishida olmaydi. Avval 14-15 yoshga kirgancha kichik vaqtda asosan yaxshi qilasiz. Necha yoshdan boshlansa bir qadar muvofiq bo'ldi deb qaraysiz? Yevropalarda hozir 3 yoshdan 4 yoshdan boshlaydi-ki. Bizning uningga sharoitimiz faqat yer bermaydi-ki. Masalan, u yoshlik bolalarni kelgandan keyin cho'qib ota-onalar birga turish kerak ekanda, 2 soat, 1 soat mashqda. Unda turdigan ota-onalar bek oziq qismdiki. Bolasi bilan birlikda anadan o'zirilganlar. Unda bo'lgandan keyin men 5 yosh degandim. 5 yosh desam, burun biz maktabda qilayotgan vaqtimiz 5 yoshlik bolalarni xaljiq bo'ldi. Men hatto yeslilarga berib, 3-4 yeslilarga berib, haqsiz 8 ternerni olib bir 4 oydak ders o'tab baxtım. Lekin undan hech qanday men unumini ko'rmadim. Lekin men aşağıda o'zimga azroq asoslayapman-da, texnik kichik bolalarni yetaklaydiganga. O'zimga bir bilim bo'pti deb o'yladim, hamda u vaqtimni bekor ketmaganda. Hozircha bizga bo'lsa 6 yoshlik bolalar bo'lsa muvaffaqroq bo'ldik. 6 yoshlik bolalar sal tushunaladigan bir narsalarni, undan kichik bo'lib ketsa, cho'qim men bir adam 8 bola yoki 10 bola mashq qilsam bo'ldi, A yoshlik bolalardan. Ondan cho'ng bola bo'lsa, biz 20 bola bo'lsa, men bir adam o'zim yetaklab mang'alayotgan. Bak undan kichik bo'lib ketsa, o bolalar bilan fikrlashib, "Avo ma" deb o'g'cha, o bolani kontrol qila olmaydi ekanmiz maydoncha. Ham bizlik sinfda bo'lmagandan keyin, bu kamar ochiq yod bo'lgandan keyin bolalar mayaqga qilsak, oyoqqa qarab, o diqqat bir kelmaydi ekan. Shu az bo'lsa, yaxshiroq bo'ldi-ki. Shu 6 yoshlar, 6,5 yosh vaqt hozir bizning mashinjaning sharoitiga nisbatan muvaffaqroq bo'ldi deb aytish bo'ldi ekanda. Endi hozir ota-onalarning haqiqatan bu tarafda bir xil orzusi bor. Bolalarning shu. Endi hozir shu maktab ma'rifida tantarbiya ma'rifimi ching tutilyotdi. Bo'lib bolalarning jismoniy, aqliy va axloqiy jihatdan sog'lom o'sib yetilish uchun tantarbiya asosining puxta bo'lishi ta'kidlanyotdi. Bu jihatdan sizlardek ommaviy suplaning qurilishi mush tarafdagi bo'shliqni to'ldirdi deb o'ylayman. Hozir yildan-yil ko'payyapti. Men biladigan hozir bir necha klublar bor, mush Urumchida. To'g'ri. Sening o'rninglar qayerda bo'ldi hozir? Bizning o'rnimiz shu ittifoq yo'lining eng ustidan so'liq bo'lgan chaqda bir 200 metr mangsak shu Abdumraylik tantarbiya maktab. Ash maktabning maydonida men o'zim ash maktabda o'qigandan keyin
Aş maktabning maydonidan foydalanib, bu shu bolalarning o'qishni sirtqi vaqtiga o'rinlashtirildi. O'qishni sirtqi shanba yakshanba vaqti, andan keyin ta'til vaqtlari. Ashdan to'g'ri keldi mashq vaqtlarimiz. Qanday hozir klubga qatnashish ahvoli bolalarning? Yaxshi bolalarning ahvoli. Burun 2016 başlagan vaqt, men tunji başlagan vaqtimda 8 bola bilan başlagandim. Mening o'zimning ishga o'g'lim bor. Birisi hozir 14 ga kirdi, birisi 13 ga kirdi. Shu cho'ng bolam 6-20 yosh vaqtga shu ikkilisini aralashtirib oldimda. Endi sirtdan mana Chingwang deymiz, Qo'shin deymiz, bizning maktab yoshlar bilan qo'shni kelamiz. Unda bo'lgan aşağı tarafdagi bolalar kirdi, 8 bola bilan başlagan. Endi 2019ning oxiriga kelgan chaqda bolalarimiz 100 dan oshdi. Trenerlarimiz mi 8-10 dak trener bor. Unisiga bizning eng cho'ng alaydiligimiz, biz o'zimiz kasbiy maktab bo'lgandan keyin faqat trener yetishmasa, bizning cho'ng sinfniki Dajanbanning bolalarini aytsak, u bolalar o'qish bitirib, yani o'qituvchi bo'lash yuzlanayotgan bolalar bo'lgandan keyin, bolalardan yaxshi foydalandik biz. O'qituvchilar qo'shgan jihatdan afzallik ega. Trenerlar qo'shgan jihatdan haqiqatan afzallik ega. Masalan, biz komandamizning 15 yosh, 17 yoshlik bolalarni aytsak, 8 yosh, 7 yoshlik bolalar bir bolaga birdan bir trenerkachik birdan bizning kursant bolalarni bersak, kichik bolalarni bersak, o'zi ayrimlar yutadi-da uningga. Yoki 15 minut, 20 minut vaqt berib, biz hammasini yig'ib o'tgandan, "Alloh sen bir bola bilan, sen bir bola bilan" deb qo'yib bersak, biz shunda texmi o'ngishli bo'ldik bu ishlar. Hozir qancha yosh darajasi bo'yicha? Hozir 3 yosh bo'yicha ilib berildi. Birisi hamda hozir ibam degandek eng kichik 6-20 yosh, 6 yoshlik bolalardan bir ikkisi bor bizninkida. Endi 7 yosh, 8 yoshliklarni bir ko'rib qildik. Ularni yana sharoitimiz yarab bergan bo'lsa, arib etgan bo'lsak, texim yaxshi bo'ldi. Uning sharoit deganim hamda yoshlik bolalarning sonida jiq emas-da. Unda bo'lgandan keyin hozir 6-20 yosh, 7 yosh, 8 yoshlik bolalarni bir ko'rib qildik. Endi keyin 9-10 yosh, 11 yoshliklarni bir ko'rib qildik. 13, 14 yoshlarni bir ko'rib, 3 ko'rib bo'lib qo'ydik. Har bir ko'ribni shu ishkidan ma'lum mashq qildirdi hamda. Sizlarnikimiş tarbiyalash mazmuni qandaqroq alaylik ekan? Qaysi yetaklashni asos qilib mangizlarni bu klubda? Uning kelgan chaqda hamda asli biz bunda bo'lgan chaqda kasbiy jihatdan elib qo'ysak, cho'qim qatlam bo'yicha masalan hozir 7 yosh, 6 yosh degan bolalarga ayrim bir mazmunda, uning ustidagisiga ayrim bir mazmunda, uning tepasiga misal yuqori saviyadagi mashqlarni qildirishimiz kerak-da. Hamda undami qildirib baxtoq. Undan qildigan bilan biz kelgan bolalarning ko'pinchisi asos 0 bo'lgandan ularga yuqori saviyadagi narsalarni o'qitimiz desakmi, o'rganib qolmaydi ekan. Shu faqat 0 dan boshlash to'g'ri keldi. 0 dan boshlagan chaqda 0 dan boshlab yana eng ufak texnikalardan boshlab kichiklarga o'tirib ko'rib, masalan, jongdu, dadi deb arib qo'ymizda bu ishni. Ash ko'rib bo'yicha texnika mashqni bir 40 minut davomlashtirib qo'ygandan keyin, oqidan endi keyin hammasini o'zining yeshiga maskagidek holatda yoki paslashadigan yoki azroq taktik jihatdan azroq nazariya so'zlab shuning mashqlarini ishlatamiz. Dastlabki asoslarni yetildirdik. Asosni lekin hammasiga o'xshash ishlatamiz. Hamda unda masalan ba'zi unda ishlasak, ba'zi ota-onalar o'ylab qoldik kallasida. Bu ma'lum bir xil mashqni to'liq jiq qiladi ekan deb. Amaliyot u mashq bizlarni men o'zimni tantarbiya maktab 4 yil o'qidim, endi oliy maktabda o'qidim. Biz qilgan vaqtimizdami bizni trenerimiz kunda 2 soat ash mashqni qildirdi. 2 soat to'xtama ash mashqni ishlaydik. Biz 2 yil vaqt ishlagan ash mashqni, boshqa narsa qilmay turib. To'g'ri, endi bu tantarbiya, san'at kasblari alayda kasblarga kirdi. Buningda nihoyat izchillik, kasbiy qaratmalik bek muhim mening bilishimda. Endi hozir ota-onalarning taqozosi bolalarni bir kasbiy futbolchi bo'lib ketsa degan bir cho'ng orzu bo'lmagan taqdirdami, sog'lom o'sib yetilishga bo'libmi shu o'g'illar o'ziniki bir o'g'illik xarakteri bilan, harakatchan, yo'ruq xarakteri bilan cho'ng bo'lsa degan bir orzu bilan mushtaqaza kuchli bo'lishi mumkin. Demak, hozir madaniyat, tantarbiya, san'at sohalaridagi iyilik tiklashninki fursatini mush uchurni olib kelibsiz. Meningcha Nasir futbol klubi 2016 qurilgandan boshlab hozir navbatda yosh o'smirlar o'g'illarni asos qilgan futbol tarbiyalashni qanot yaydiryapti. Bugun mush sahnaga kelishga asos maqsadingiz? Hamda mening asli kelib chiqishim bir o'qituvchi desam bo'ldi, o'zimdan bir trener. Hamda ishdan sirq vaqtimdan foydalanib mush ishni qilib qoldim. Men lekin nurg'un ishlarni qildim, bajapalarni tatib ketdim. Bizning klubning kiyimi. Biz trenerlar mashq vaqtida yoki faoliyat qilgan chog'da kiyimiz. Asosiyatda qizlarni mashq vaqtida kiyimiz. Hamda mayoqqa
yoki bo'lmasa ma aqimizga o'ringa yana biz nech korxonaning ismini yazsak bo'ldigan yadidi. Balalarimizdan kimligini yazsak bo'ldigan yadidi. Mesela Aqil Nasır futbol klubu deb bo'lgandikan, ma oldinlarga abisinglarning markasini yazsak, sizlar foydalansanglar, bizim foydalansak yaxshi bo'ldi. Lekin bu mabaq kelguncha hamda men unda ishlarga yo'liqib baqmadim, rost gapni qilsam. Endi qana abisinglar orasidan chiqib qolamdi. Baga mushta bir aniq bo'ldi. Nima darsda bo'lib qoldi hamda. Tushundinglarmi do'stlar? To'g'ri tushunsangiz bo'ldi. O'zimning ko'ngil gapni dedim. Nayteliqi pardazlanmagan holatdagi bir arzusini, istigini ep kepti. Menimcha bu nayti to'g'ri tanlash qilibsiz. Endi bizga ma'lum, dünya futbol lonqusi bo'lsin, Yevropa lonqusini talish bo'lsin, butun dunyo xalqi diqqat qiladigan, bo'libmi futbolga havas qiladigan butun tomoshabinlarningki nazardagi cho'ng sahna, go'zal manzara. Ham demak bizningki ishlarni cho'ng qilishimiz, kichik qilishimiz emas, eng muhimi avlodlarimizning sog'lom o'sib yetilishi uchun har sohadagilarningki o'rtaq kuch chiqarishi bizningki go'zal istiqbolimizga asos soladi. Bu jihatda mayli Nasır futbol klubi bo'lsin yoki musoada o'xshash xizmat qilayotganlar bo'lsin, eng muhim maqsad yosh o'smirlarga sog'lom o'sib yetilish muhit yaratib berish. Olimjon Tursunningki Nasır futbol klubini qurish jarayonini biroq o'rtanishib chiqdik. Demak o'zi kasbiy tantarbiyachi bo'lish sifati bilan mush yurgidagi o'zidagi afzallik mush asosda futbol klubini quribdi va avlodlarga xizmat qilishni o'ziga bir nishon qilib belgilabdi. Qani bugun korxonchi do'stlarning sizga qanday qimmatli taklif fikrlari bor? Birlikda tanishib boqaylik. Tantarbiyani bek yaxshi ko'raman. Putlarim qarilib birdan bo'lib necha qatim andan keyin to'xtab qolgandim. Shu ta'til mazgildimi yana bir ishga o'g'lim ta'til bo'lsa, biri top tepib baqsa degan umid etdim siz bilan dal bugun ko'rishibdik. Undan boshqa men o'zimmi bir shu futbol komandasi tashkillab dastlab xotenda tunji bo'lib ekanman. Buningki bu ishni qilmoqning naqadar qiyinligini, iqtisodning ko'p ketadiganligini men bilaman uni. Xili cho'ng korxonchilikni qilolmay shunlar meningki shu o'tdek bir qiziqliqim bilan mushta bo'lib ketgan. Siz bilan hamkorlashishni xohlayman. Hamda qo'llayman. İşləriniz utuqluq bo'lsin, texmi tirishing bu ishlarni. Men o'zim ancha-muncha hamda kasbiy men bir tanargachi bo'lsammi, qilib baqqan bo'lgandan keyin buni men bilaman. Bir musobaqa o'tkazish uchunmi qaysi o'rinlarning bir rasmiyatlarini, tasdiqlarini elish degandek jihatladim uchun. Shuna texmi tirishing, o't yurak yoshlar, yana korxonchilar sizni qo'llaydi, ishlariniz o'toqliq bo'lsin. 4 yoshlik, 6 yoshlik bolalarniki mushunda bir kichik vaqtida futbolga yoki har qanday bir kasbga berilsa, bu shu 4 yoshdan 6 yoshgacha bolalarning asliqlash nimasi yuqori bo'ladi. Masalan, bu harakatlar bek ta'sir qilgan bizning ko'rib ko'zimiz olchakmoqchi, masalan, musobaqalarni ko'rsak, qayerlarni epmadi degandekman. Hamda korxonchilar buni hamda qo'llab qilsak bo'ladi. Hag'inni shu program tushgandan keyin veishlarni undarlarni qo'shilib, undar orqali aloqalashib, qanchalik bo'lsa bir kuchimizni yetishicha qo'llasak, menimcha bu nihoyatda bir yaxshi ishlab qarayman. Shu o'smirlarniki, shu farzandlarniki mushta bir sohalarda utib chiqib, vatanimizga nurg'ulg'an shon-sharaflarni az to'la o'smi akasa, bu bizning tuhfamiz deb qaraymiz buni. Shunga albatta nurg'ulg'an utuqlar, yaxshi natijalar bu qo'llashdan keladi. Shunga men kuchimning yetishicha qo'llayman. Shirkatni qurib hozirgi kelishganlikda bu shirkat qaysi turdan kirim qilyapti? Faqat o'quvchilarning shu oylik to'lagan kirim bilan undan boshqa kirim yo'q. Hozir endi qabul qilish sharoitinglar qanday hozir? Masalan, qabul qilgandan keyinki o'quvchilar qanchalik o'qish qabul qila olasizlar, qanchalik doirada qilsanglar bo'ldi. Hozir bizga qanchalik o'quvchi bo'lsa, qabul qilib, hozir Shinjongdagi bizga O'rimchidagi bizga o'xshash klublarning ichida eng sharoiti afzali bizda. Nimishqas biz Abdumrayev Tantarbiya maktabining maydoni. To'g'ri. Biz cho'ng futbol maydoni, 11 kichik futbol maydonidan hozir bir tal ochiq bilan ichib kirgan maydonimniki 7 kichik maydondan ikkisi bor. Hozir bizning bir 40-50 ga yaqin bola 7 kichik maydonga olib atamiz. Demak, oyat yana 3-4 maydon bekorchi. Demak, sharoitni to'liq. Sharoitimiz 100% to'liq desak bo'ldi. Yosh o'smirlarning mashqiga. Unda bo'lsa sizningki eng ko'p deganda necha o'quvchi qabul qila olasiz? Hozirgi sharoitda hozirgi sharoitda 150-200 bola bo'lsa bo'ldi. Terner to'liqmi? Terner to'liq.
Endi hozir sizning asldagi kasbingiz o'qituvchi. Ya'ni ki tantarbiya sohasidagi o'qituvchi. Tantarbiya sohasidagi o'qituvchi. Endi siz hozir shu korxona sohasida turib tafakkur qilsak bu ishni. Siz hozir cho'qim korxonchilik tafakkur bilan muomala qilsangiz bu kasbni biz cho'qim yaxshi qila olamiz. Chunki nima ish kelgan vaqtda shirkat qurdim yoki korxona qurdim degan kundan boshlab bu korxona kirim yaratishni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Hargizmi bunga nisbatan qandaqdir xolis yordam qilgan yoki bo'lmasa hissdoshlik qilish badliga belgilik bir sharafni yoki bo'lmasa belgilik bir inovatni haqsiz qo'lga keltirmasak bizning shirkatimiz yoki bo'lmasa bizning korxonamiz uzun bardoshlik berolmaydi. Chunki korxona oldidan qonunlik tarafidan tijorat qiladigan iqtisodiy tashkilot. Şu an siz muşu tefekkürü çok mu siz yüzleşiniz gerek? Ben terner, onda siz terner bo'lgan bo'lsangiz siz bir misol keltirayım. Devletimizga dunyoga dаңlıq bir Lenin deydigan nima bor? Lenin deydigan bir marka, şu Lenin degan tanarkatchi odamning ismi endi. U yuzi Guangxi Zhuangzhou, yüz Zhuangzhou mildi. Endi mushu odammi qanday qilgan ekansak 7-8 yaşından boshlab sizdek ternerning qo'li tarbiyalanib Ağırsı qanday qansak o 1990-yılı Lenin tantarbiya madaniyat bir maqsadlarini sazgan bir şirketni qurgan. Endi mushu yüzning ternerlik salohiyatini olib qo'yib ağırsida bir korxonchi bo'lishga qanday kuchigan desangiz, bu yüzning o'tmishidagi ternerlik salohiyatidan o'rgangan tantarbiya sohasiga qiqdarni joriy qildirgan bo'lsa, keyingi qatimda mushundaq bir sizga o'xshash Nurullo o'quvchilarni tarbiyalash, yetaklash maqsadida bir klub qurgan. Qurgandan keyin buni qanday qilib taraqqiy qildirishimiz kerak degan chog'da u yüzninki Lenin, yani yüzning ismini marka qilib turib, futbol, oyoq, somka, kosar, tantarbiya sohasiga nisbatan hammamiz bilamiz Lenin degan markani. Mushunday qilib zo'r taraqqiy qilish bir fursatga erishgan. Masalan, uningki kirimi 2020-yil 10-oygacha 100 milliard Shangang puliga yetgan. Yaqinqi mazgilcha. Hozir u odam 53 yoshga kirdi. Men bu odam to'g'risida men beklik korxona nuqsini tahlil qilib, men buningki tarixini to'liq egallagan. Ham demoqchi bo'lganim, siz hozir bir terner nurg'ulgan o'quvchilarimiz yoki bolalarimizdanki sizdek bir yaxshi bir ternerning qo'liga tushsa, balkim hozirgi fursat, hozirgi sharoitning yaxshiligida cho'qim u davlat komandasiga qatnasha olishi mumkin. Yaqindan chiqdi-ku. Yaqindan chiqdi. Balkim u xalqaro komandaga qatnashib qolish ehtimolligi mumkin. Endi bunga nisbatan sizdek ternerlarni cho'qim biz mayli taratqudan bo'lsin, mayli qaysi nuqtadan bo'lsin, biz mushu tashviqotni kuchaytirsak, bizning jamiyatimizga nurg'ulgan ota-onalar balalarimizni qaysi ternerga olib berishni, qaysi o'ringa berishni bilmayotganlarimiz bor. Şu biz aldan bunu korxona nuqtasidan analiz qilish kerak. Korxona nuqtasidan analiz qilgandan keyin sizningki mushu Abnuraylik tantarbiya maktabininki mana mushundaq sharoitning yaxshiligini, mushundaq muntizim o'ltirib tarbiyalash qilayotgan sizdek bir terner muallimlarning ko'pligini biz jamiyatga bildirishimiz kerak. Bildirgandan keyin ondan keyin siz Nasir degan markada ma'lum bir narsani ishlab chiqarishimiz kerak. Agar bu yo'l mangmasak, Bay degandagidek bizning korxonachimizdanki Ro'ybek Bay Japadan qo'rqmaydigan tirishchanlikqa bak yaxshi, lekin yanchiq o'yinchilar kuchli emas. Men aniq deyman. Endi siz yana o'zingizga qaytib, mushu masalani hal qilamiz desangiz, biz bunga nisbatan yaxshi tadbirlarni chiqarsak bo'ladi. Masalan, mushundaq rayonimiz korxonalarga nisbatan korxonalar o'rtasidagi futbol musobaqasini o'rinlashtirish orqali ma'lum bir mahsulotni gonggov qiladigan yoki bo'lmasa ma'lum bir mahsulotni jamiyatga bildirish maqsadida bir cho'ng bir tantarbiya saroylaridan o'rin olib, bilet setish orqali kirim qiladigan degandagidek siz Abnuraylik tantarbiya maktabi bo'lgandan keyin sizlarning maktabda balkim bu ishni amalga oshirish tiz bo'lishi mumkin. Sizga nisbatan oldindan buni tashviqotga oid cho'ng yuzlanish kerak. Masalan, Nasir futbolchilik klubi degan huquqni cho'qim tunishtirib, bu yana salohiyati kim u? Bu odam nima ish qiladi? Siz masalan Abnuraylik tantarbiya maktabining trener ekansiz. Akingizmi shu o'rindan trener ekan. Unda bo'lganki, menmi balamni ashunday o'lchamlik berg'ayaga berib topolmay, og'risida balamning bamaslığı bilan bizim yaltaygan. O'ylamag'aydan balamning orzusi oyoq berib, o'yat termi degan pul men bir qatim to'labman. Nimishga? Chunki meningmi balamninki ashuna bir holatdagi bir orzusizni joriy qilsam, shu mendak ota-onalar bakjiq jamiyat. Unisi hozirgi bolalarimiz tantarbiyaga ko'ngil bilishi, qizg'inligi bak yuqori. Chunki maktabga o'rganish besim bak eshib ketdik hozir. Shu mening sizga bergan birinchi taklifim, siz bu Şinjan Nasir Madaniyat tantarbiyachi shirkati degan bu shirkatni korxona nuqtasidan analiz qilib turib, korxona nuqtasidan muomala qilishingizni tavsiya qilaman. Men sizning mush klubingizni cho'qim kirim yaratish manbasini asos qilib turib,
Hem terbiyeleniş süpetini birinci kol orun koyup durup epman almışsak bununki bazır intan yaxşı çıkıdı. Ben bütün gücüm bilen güç çıkırışka ben tayyar. Ma işten düşkenden keyin biz bir ko'rishaylik. Nasır futbol klubu deb men tunji qatim anglaganda bek xo'sh bo'lgan hamda nima ish qilganda men o'zim futbolga bek qiziqibman. Burun tortib maktabda o'qigan vaqtida maktabning futbol klublari qatnashib yurganday. Bugun shu sahnada yuz ko'rishibmiz. Sizning futbol klubingizning yosh o'smirlarni tarbiyalash jihatida qanday yangi turlarni va qanday yaxshi boshqarish sistemasini qo'llanayapsizlar hozir tarbiyalanayotgan o'quvchi bolalarga? Bizning klubdan davlat komandasiga yarıgıdak çolpan terbiyelep çıkış maqsadım battı. Eng dastlabda bu men necha yil o'tgandan o tecrübeli aşta to'plamiga o'xshaydi hamda burungi vaqtimiz uni his qilmagan o'xshayman. Men shunda kuchaygan sir bu ota-onalar unda kuchmaydi ekan, vaqt sharoit uniga yer bermaydi ekan. Ashablarga seshanba bilan payshanba kuni bizning klubga yaxshi bolalar kelsa, men ashlarni ashta mashq qildiraytsam, u ota-onalar uniga yer bermaydi ekan. Bolalarning kelgisi bor, lekin bolalar dersin çıkıp kayıtıp ügünüş kımız tıkbanmaydı. Tapşırıkları bekcik olduk ya. Onda boğandıkken o mektepte okuşuşa tesir gösterip koydu oyladık. Millette topunu yaxşı oynasa çokum okuşum yaxşı oldu vallahi. Terbiyeleş cihati kelsek ben en küçük yaştakilerini bo'libmi. 10 yaştan o'tib ketgan bolalarga sal qattiq qo'llik bilan muomala qilma. Kichiklarga asosiyati o'yin xarakterlik. Bizning aychilasgan shirkatimiz iqtisod jihatda reurs qo'llaymiz. Hem de bu tenterbiye, bu hiç terbiyeleş, hem de bu okutuş, o bula qaraganda hem de sel xeyim xatira barak kesip abaydınız. Futbolur sunum kitadığam işte ehvallah badı. Hem de ma özünüzdeki klubumu, hazır meydanınız mı, mektepninki meydaniki. Hem de benim sizge bernamda iki türlük teklifim var. Birincisi, bolsam şu meşq jarayandaki meşq orni, meşq əsləhələrini pat vaxtıda küzdüb remont qilish deyishik ehvallar qolib qolsa vaqtida bir remont qilishga alayda ahamiyat bersangiz. Bundan deyishik sabab nima deganda hamda bu shu chiniqish jarayonida tasodifiy hodisalardan saqlanib bo'lmaydi. Ham tasodifiy hodisa saqlansa balkim sizlar shu kollektiv bir tasodifiy sug'urta setib olamsizlar, setib olmamsizlar. Setib olsizlar shundaqmi? Buningga bir alayda ko'ngil bo'lsanglar, hamma shu tasodifiy sug'urta setib olish bilan birga yana agar sizlar shu voqea yuz bergan o'rinninki bexatarlik asrash xizmatlarini bexatarlik majburiyatini to'liq ado qilmagan ahvolda garchi sizlar u sug'urta setib olgan bilanmi to'lam mas'uliyati ustinglarga otilib qolgan bir ishlar bo'lib qoldi. Shuning mening taklifim pat aslalarni o'rinlarning bexatarligiga aslarninki to'liq bir kapolat qilsa tekshirish xizmatini yaxshi qilsanglar. Qonun jihatlardan siz yo'liqqan masalalarga bir haqsiz maslahat bergan xizmatga har vaqt izlasangiz men yordam qilishga tayyor. Sizningki hozir tutayotgan turingiz ya'ni tantarbiya bu dunyoviy xarakterli xalqaroliq bir uqumda. Bu ningdan keyingi taraqqiyot yuzlanishi intayin zo'r. Bundan burun shu boshlang'ich maktabdan boshlab o'rgatgan bo'lsa bolalarga shu tantarbiya engini. Bundan keyin masalan shu maktabdan sirtmi mushta klublarga birish orqali texmo bolalarningki tantarbiyaga bo'lgan bo'pmi? O'g'il bolalarga nisbatan bundan keyin texmo zo'r bo'shliq bor deb o'ylayman. Korxonchilarmi dedi, cho'qim siz o'zingizning shu klubni texmo cho'ng zo'r bir nomi chiqqan holatda siz buni tunutib o'tgandan keyin siz korxonchilarni emas, korxonchilar sizni izlab, "Voy biz hamkorlashsak, biz kiyimlarga bolalarning nimaniki markamizni bossak bolalarning kiyimlariga yoki mushtaq tantarbiya musobaqalarini o'rinlashtirib, shu orqali o'zaro bir qimmat yaratsak, o'zaro bir foydalansak degan bir uqum shakllandi. Ishlaringizga utuq tilayman. Şu sırttan kelgan bolalar var. Mesela ben Qarmayda turma, o'rnim Qarmayda. Ben bolalarımni har yozlik ta'tilda, mening cho'ng o'g'lim basketbol yaxshi ko'rdi. 13 yosh kiray deb qoldi. Kichiki 5,5 yosh. U futbolni yaxshi ko'rdi. Ta'tilda mush Urumchiga ekilib, bularni maxsus mush yataq yotqizib turib, shundaq bir maxsus bir tarbiyalash o'rinlarini men bulturdan boshlab izlayotgandim-chu. Ashundaq o'rinlar bo'lsa, bolalarimni ekib mush ta'tilda mushtaq bir tarbiyalay deb o'ylagan. Ashundaq sharoitlar sizlarda bormi? Masalan, sirtdan kelgan bolalarga nisbatan. Bizning maktab masalan ta'tilga chiqib ketgan chaqda musobaqa vazifasi bor komandalar qolib qoldi maktabda. Bularning yotqi bor, tamoqi bor. Bugun matamoq, atmoq deb hammasi ilmiy oziqlanish deb qo'ydi hamda shu holatda o'rinlashtiriliq.
Aşxana normal xizmat qildi, yataqlar bor. Yataqda ham vazifasi bor, komandalik qilib qolgandan keyin o'zining yataqi bo'yicha qilib qilaverdi. Burunqi mezgilda ham mashq qilayotgan vaqtimizda shu ash maktab bilan deyishib, men yoki 3 yataq yoki 4 yataq qilib bolaning tomoqini maktabning oshxonasiga o'rnashtirib, ashta qilgan. Sirtdan kelgan bolalarni. Bo'lsa mushtaq sirtdan keladigan bolalarga ta'tillarda mushtaq faoliyatlarni ko'proq o'rinlashtirib, musobaqa faoliyatlarini qilib bersanglar, bizmi shiraqtikilarmi cho'qim bu jihatlardan o'zimizning kuchining yetishicha yordamni qilamiz. Undan keyin mushq barliq korxonachilarga o'xshash, men o'zimning bir kichik to'pamni qo'shishni xohlayman. Rahmat. Rahmat. Shaxsan meningmi futbolga o'zim shu qiziqim ham tantarbiyaga. Mening o'g'lim hozir 10 yosh kirdi. Shu ma'lum bir turnimizda qishni tarbiyalangandan keyin hisobda 3 oydan keyin yoltib oldi. Hisobda shu qishliq ta'tildan keyin yoltib oldi. Bormidi. Bo'lmasa xili sistemni tarbiyalash o'rnatdi. Nima ish qanday qilsa desam, bu nima lanchurni futbolga qiziqib qoldi. Shunga mushunda jihatdan endi bu biri futbol qiziqib qoldi. Yana birga endi shu kasbiy o'rinlarningki mening his qilishimcha men bir qancha qitim shu yerga bilib bordim endi. Borgandan keyin endi bolalarda bir xilliqi hozir bolalar yolg'iz yurish, bir xilliqi chiqish jihatdan bayatni siz deb o'tdingiz endi tez. Endi olgandan keyin bolalarning imkon bor. Yangi kelgan vaqtlarda bir ishga ko'ndirilish shu. Hech bo'lmagan vaqtingizda 3-4 oyda mesela hiç olmaganda haftada bir o'rganishlarni qildi. Qilgandan keyin haftada bir ularga o'zaro klubning ichida o'zaro bir musobaqalarni o'rlashtirib, ularningki ichida bir sharaf tuyg'usini bir ancha-munchalik taqdirnoma degandek narsalarni bir ularni o'zida ichidan qiziqib qilsak, chunki bolalar qiziqib kelsa, biz ota-onalarni yetaklab qilishimizning zarurati yo'q. Bola qiziqmas bizga ta'sir vaqtda. Shunga mushu jihatdan mushu bolalarni qiziqishini bekor qo'zg'ab hiç olmaganda haftada bir qitim o'sha klubning ichidan bo'lsa, kichik musobaqalarni o'rlashtirib, menda komanda menda oldi, komandamda chempion bo'ldi degandek qilib, andan keyin hiç olmaganda oyda bir masalan shu Abdunum rayoni ichidagi musobaqalarga qatnashtirib, demak, ashlarning sharaf tuyg'usini taxim mush tantarbiyaning oxiri bo'lgan, chunki bola qolmaydi, 10 yosh, 12 yosh bolalar. Tantarbiyaning oxiri bo'lgan nima bo'lganini qolmaydi. Ashta sharaf tuyg'usini ular his qildigan vaqtingizda biz bola ichidan qizib, men cho'qim oningdek cho'lpandek, topchidek, mangdek bo'laman deb İçinden kızıdığın gibi, o vaxtımız biz ata-onalarniki o kendini edeçilik qilib, ayağı bar deyishning zarurati yo'q. Mening demoqchi o'g'lim, men mush terimlar bo'lsin, o'qishlar bo'lsin, mush jihatdan men qishdan odat ish kuchimni bil olib keldim. Shu yerdimda his qildim. Qilgandan keyin ba'zi vaqtlarda ham shogird bolalar tashlab qo'ygan bo'ldi. Bizning qilgan trenerlarniki o'zi yetakchilik qilmay qilib qo'ygan bo'ldi. Endi o'zi qanday bo'lmay qilib qoldi. Shu mush jihatdan avval o'zimizga kasbiy jihat talabni chin qo'yib, balalarga yetakchilikni yaxshi qilgandan keyin bu barbara demak shu balalarning için bir ishkisi chaqnadi bo'ldi sizga 200-300 odamning o'quvchining ichidan bir ishki chaqnab berdi buni Nasir degan birdam degan o'z oldiga chiqadigan gap chaqnab ketadigan gap Nasir futbol klubining texmi yosh o'smirlarni tarbiyalab texmi cho'ng sahnalar chaqnashini umid qilaman bo'lsa bani yuqori qilatmay azroq qilqi o'qish bilan az qilib ko'p o'qish oldigan qilsangiz ana yaxshilamasa mening savdonizim shunda az foyda deb chiqsa etish masalan nurg'un shirkatlar masalan pul vakolat chiqqanda men do'yinlarda haqsiz vakolat olman deb bir haftadan so'ng 10 ming odam yig'ib bo'lgan to'plarim 500 dan 10 ming odam yig'ib bo'lib toplarda avval haqsiz bilim o'rgatdim so'to'roq iyilik tiklashgan zot nima pul tepishgan zot nima uchun biz tirishimiz pul nega ishlatamiz men ularga haqsiz necha dars o'tdim Özümün 13 yıllık soğuk tecrübemni. Başka pulu vakaret çağında ben haksız vakaret edip, aval ulağı nep verdim, aval ulağı ben bedel töldüm. Aval verdim, keyin eriştim şu. Hem de sizin mi malum şu, bağın yukarı kılatmayı azrak bolsun, cepatasınız, az payda alsanız mı, bir okuyucularını bir azrak tüven kılıp nem kılsan o çağda, mesela 50'den 100 okuyucunun 200, 300 bulup, sizinki okuyucularınız çıkaygan sırayım, özünüz boğan ayağa ballı kesim deb çık ballarken deb bir-birisinden ayağa qilib ota-onalar bo'lsin malaniki o'g'itish yaxshi o'qishga o'quvchilar jiq kelibdi deb bir adam bayadichu taraqqiyot bo'ldi. Masalan bizmi bir narsa olmoqchi bo'lsak yoki jibo ko'makchi bo'lsakmi 3-4 ta adam bo'lsa sep o'tib ketamiz-ku. Adam jiq o'taganga nijab bir nim so'z aytganda deb jiq adam o'tirib deb qiziqib boqamiz. Masalan yo'llarda ketib olsakmi qaruvlarda bir narsa og'imiz yo'q jiq adam dövlüşüp olsa nijab dövlüşüpti nim bo'lganda deb berib boqamiz. Ankan mevchilarni azam bergan bo'ldi ya bir ish bo'ldi. Tuyuq o'zimiz ep qolamiz-chu. Shu bu adam bayada o'quvchi jiq bo'lsin, ota-onalarni boshqalarni bo'lsin, hajam maktabninki o'qish nimasi bo'lsin, mel tarbiyalash bo'lsin, yaxshi o'xshaydi.
Dep ma pul arzonkan emas. Şoň hamma o'quvchilar müşakkildigan bir ideya bilan sizning taraqqiyotingiz yaxshilab ketdi. Şoň taklif fikrini berib qo'ydim. Bundan keyin ishlaringizning taqdim yaxshi bo'lsin uchun kanalda umid qilaman. Rahmat ma'lum. Rahmat. Bu vaqtlar ayay zakisini taqisi qandaq ta'siratda bo'ladi? Bu vaqtlar valiqlab keladi. Texmo maqlashib ketadi. Eng sifatli kiyinish ta'sirati bilan ta'minlashda izchil chang turib kelgan ayay ala sifatli palla zaksi oliy darajali materiallardan foydalanib, ilg'or texnikada tujblab yasalgan bo'lib, bu vaqtlarni har qanday ahvolda onasining quchog'iga o'xshash illiqlik va rohat holatni his qildirdi. Ayay bu vaqtlar zaksini tanlab, bolangizni xushal-xuram, g'amsiz, sog'lom cho'ng qiling. Ayay o'moqlarni haqiqiy ayaydi. Ayay bu vaqtlar zaksi. Xo'sh olmjon efendi, bugun bir yangi sahani, yangi bir turni olib keldingiz. Hisobda shu tantarbiyani asos qilgan bir igilik yo'li. Bugun qandaroq ta'siratingiz? Men eng qilishga tegishli muhim ish endi hozir bo'lgan chog'da o'zimizning markasini texmi cho'ng holatda, yuqori holatda to'nissam bo'larkan deb o'yladim. To'g'ri. Men uchun buni to'g'ri his qilibsiz. Endi hozir sizningki, mana bu klubning tashkillanish alohida jihatini aytgan chog'da kasbiy maktabning afzalligini asos qilgan holda tashkillangan bo'lg'achqa nurg'un boshqa klublarga qaraganda afzal sharoitda ekansiz. Qattiq detal qurilish jihatdan bo'lsin, o'qituvchilar qo'shini jihatdan bo'lsin, trenerlar qo'shini jihatdan. Endi buni bildirmak, tashviqot jihatda bir kuchash to'g'ri keladi ekan. Shundan keyin Ammo hozir hamma narsa tashviqot unumiyat davriga kirib ketdik. Demak, Nasir futbol klubi 2016 qurilgan bo'lsa-mu, siz unida ilgirki tajribalaringiz bor, musobaqangiz bor. Demak, o'zingizningki Gurn IP'si deb qo'yamiz hozir. O'zingizning inovat darajangizni, mush sohadagi darajangizni ko'tarish mumkin, muhim chiqish yo'li deb o'ylayman. Shu mush jihatda balkim hammamizningki o'zaro tutishadigan, ulashadigan afzalligi bo'lishi mumkin. Menimcha bugun yangi davr ilsangiz kelib xato qilmabsiz. O'rin afzalligingiz nihoyat yaxshi. İşini mən əmdim ki, cəmiyyətin təqəzzası bolatqan, yaş ösmürlərimizin sağlam ösətiliş üçün küçlük tələb bolatqan müş şərait asıda bu türlərgimi çoxun bazar boşluğu var, sağlam tərəqqi qilish imkaniyeti var. Şuna hər bir sahədə, hər bir türdə bizə bazar var. Şuna dəvrimizdə şikayət gerek emas, fəqət fürsət izləş, aqıl buluş, küzütüş bək mühim dəb eytimən. Deməkmiş, təntərbiyə kəsbidimi bizga yana nurg'un bo'shliqning borligi bugun mush sahna orqali balkim ko'rmallarimizga ayon bo'lgan bo'lsa kerak. Rahmat. Bugun yaxshi fikrlashdik. Nasir futbol klubininki o'ylagandagidek son sifatga kapolat qilg'asida yosh o'smirlarimizningki sog'lom o'sib yetilishi uchun yaxshi bir sahna bo'lishini chempionimizni orzulaymiz. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar, vaqt e'tibori bilan bugungi son programmamiz mushada oxirlashdi. Naq maydondagi ustozlar, korxonchi ustalarga yana bir qatam rahmat aytamiz. Kelar sonda ko'rishaylik. Xeyr xo'sh.